Avvalambor assalomu alaykum. Education o'quv markazining YouTube kuzatuvchilari. Xo'p, bugungi darsimizda biz past simple va present perfectning farqini ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'pchilik ingliz tili o'rganuvchilarining asosiy ko'pchilikdagi muammo bu past simple va present perfectning farqini ajrata olmasligi. Ya'ni gapda qo'llaganimizda biz qaysi zamonda ishlatishimizda ko'pchilik ingliz tili o'rganuvchilari muammoga uchrashi mumkin. Bugungi darsimizda biz ikkala zamonning farqini o'rganib chiqamiz. Xo'p, bugungi darsimizning asosiy mavzusi biz what is the difference between past simple and present perfect. Xo'p, birinchi o'rinda biz ikkala zamonni ham qaysi holatda ishlatishimizni ko'rib chiqamiz va oxirida ikkalasining farqini o'rganamiz. Agar mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, oxirigacha kuzatishda davom eting va videoning oxirida siz past simple va present perfectning farqini bemalol ajrata oladigan bo'lasiz. Birinchi o'rinda biz past simple ga to'xtaladigan bo'lsak, past simple da hammaga tanish, hamma formulasini biladi. Asosan ishlatishimiz bizni o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish-harakatlar va vaqt ko'rinib turgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'tgan zamonda qilingan ish-harakat hozirga aloqasi yo'q. 2 yil oldin, 1 yil oldin, misol uchun, kecha, o'tgan yili o'sha holatlarga nisbatan ishlataman. Ya'ni men past simple ni o'tib ketgan ish-harakatga nisbatan vaqti bo'lishi kerak, vaqti muhim menga. Qachon sodir bo'lgani. Xo'p, formulasini subject plus verb to or ed. Yes. Hamma biladi formulasini. Subjectdan keyin fe'lning ikkinchi ustunchasi yoki ed shaklida ishlatishim kerak bo'ladi. Xo'p. Boya ta'kidlaganimdek, ya'ni past simple ni biz o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish-harakatga nisbatan ishlatamiz. Vaqti muhim bizga. Vaqt muhim. Ya'ni tugallangan bo'lmasa ham vaqti muhim hisoblanadi. Ya'ni o'tgan zamonda qilingan ish-harakat hozirgi zamonga aloqasi yo'q. O'tgan zamonda bajarib bo'lgan ish-harakatga nisbatan ishlataman. Misol uchun, men 2 yil oldin inglizni o'rganishni boshlaganman. 2 yil oldin boshlaganman. Vaqt aytayapman, o'tgan zamonga nisbatan ishlatyapman men. O'sha gapni yozadigan bo'lsak, men boshlaganman. Ya'ni I started English 2 years ago. Ya'ni men 2 yil oldin ingliz tilini boshlaganman. O'tgan zamonda bajarilgan ish-harakatga nisbatan ishlatyapman men. Hozirga aloqasi yo'q. Umuman. Xo'p, I started English 2 years ago. Hop, I started English 2 years ago. Yes, ya'ni 2 yil oldin men ingliz tilini boshlaganman. O'tib ketgan zamonga nisbatan, ya'ni o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish-harakatga nisbatan hozirga aloqasi yo'q. O'shaning uchun men past simple dan foydalanyapman. Natija muhim emas, qachon boshlaganim, ya'ni vaqt muhim hisoblanadi past simple da. O'tib ketgan ish-harakatga nisbatan. Xo'p, inkoriga keladigan bo'lsak, hamma biladi. Inkorini subject plus did dan foydalanaman. Not plus verb one ishlatiladi. Id qo'shimchasini olib tashlaymiz va ikkinchi ustunchasi birinchi holatiga qaytadi. O'sha holatlarga nisbatan ishlatamiz. Ya'ni natija umuman muhim emas. Bizga prosta o'tgan zamonda bajarilgan ish-harakatga nisbatan vaqti aniq bo'lishi kerak. Hozirga aloqasi yo'q. Ta'kidlayman, ya'ni hozirga aloqasi yo'q bo'lgan ish-harakatga nisbatan ishlatamiz. Xo'p, so'roq shakliga keladigan bo'lsak, so'roq shakliga didni oldinga chiqaramiz. Har doimgidek subject plus verb one. Yes. Ya'ni sen o'tgan yili qayergadir tashrif buyurgan edingmi? Yoki ingliz tilini qachon boshlaganding?
Misol uchun, o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakatga urg'uni qaratamiz. O'tgan zamonda o'tib ketgan ish harakatga nisbatan o'tib ketdi. Hozirgi aloqasi yo'q umuman. O'tib ketgan ish harakatga nisbatan. Misol uchun, sen o'tgan yili qayergadir tashrif buyurdingmi yoki uyga vazifangni bajargan edingmi shaklida savol berishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kecha sen uyga vazifangni bajardingmi yoki kecha sen maktabga bordingmi, kecha uyga vazifangni qildingmi yoki idish-tovoqlarni yuvdingmi? Shunga o'xshagan holatlarga nisbatan ishlatamiz. Ya'ni o'tib ketgan ish harakatini aytganimizda Did you do your homework? Ya'ni sen uyga vazifangni bajardingmi? Kecha, misol uchun, yesterdayni qo'ysak bo'ladi gapning oxirida. Did you do your homework yesterday? Yoki kecha sen maktabga bordingmi? Did you go to school yesterday? Yes. Kecha sen maktabga bordingmi? O'sha holatlarga nisbatan ishlatamiz. Ya'ni o'tib ketgan ish harakatini so'raganimizda biz past simpledan foydalanamiz. Ta'kidlab o'tganimdek, o'sha, ya'ni o'tib ketgan ish harakat o'tgan zamonda bo'lishi kerak, hozirgi aloqasi yo'q. Vaqti muhim bo'lishi kerak bizga. Vaqt muhim. Asosiy kalit so'zlari, keywordslari yilga nisbatan ishlatamiz. In plus year. Ago'dan foydalanamiz. Last bor. Last o'tgan deb tarjima qilinadi. Bilamiz hammamiz. Last day o'tgan kuni, last night o'tgan tunda, last year, last week, last month o'sha holatlarga nisbatan ishlatamiz. Yoki yozganimdek yesterday so'zi, ya'ni kecha deb tarjima qilinadi. O'sha holatlarga asosiy fokusni qaratamiz vaqtga va o'tib ketgan ish harakatga nisbatan. Bu zamonni foydalanamiz. O'tib ketgan ish harakat va o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakat vaqt aniq bo'lishi kerak. O'sha holatlarga nisbatan. Zamonimiz shu, ya'ni past simple bo'lyapti. Past simpleda shu holatga nisbatan ishlatamiz. Xo'p, present perfect ga keladigan bo'lsak. Present perfect. Xo'p, ko'pchilik chalqashadi. Present perfect ham o'tib ketgan ish harakat ku degan narsa bor. Ya'ni o'tgan zamonda bo'lgan-ku, baribir o'sha ish harakat qilib bo'lganman-ku degan narsa bor. Xo'p, endi past simple-ni aytganimizdek, o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakat, vaqti muhim dedik. Vaqt muhim. Present perfectda bo'lsa, o'z nomi bilan aytib turibdi, hozirgi tugallangan zamon. Hozirgi tugallangan zamon. Ya'ni hozirda tugagan bo'lishi kerak. Bizda vaqt muhim emas, bizda natija muhim hisoblanadi. Natijasi muhim ish harakatga nisbatan men present perfect ishlataman. Simpleda aytganimda vaqt muhim, perfectda bo'lsa natija muhim menga. Ya'ni o'sha ish harakatni bajarganim, tugatganim yoki qayergadir borib kelganim muhim hisoblanadi menga. O'sha holatlarga nisbatan. Ya'ni present perfectni formasini yozib olaylik. Subject plus have has plus verb 3 or ed. Yes. Have has plus verb 3 or ed. Ya'ni hozirgi zamonda tugallangan ish harakatga nisbatan ishlataman. O'tgan zamonga aloqasi yo'q. Bu o'tgan zamon, ya'ni o'tib ketgan ish harakat kecha, 2 kun oldin, 1 yil oldin, misol uchun 2010-yilda bo'lishi mumkin. Past simple. Present perfect bo'lsa, yaqindagina sodir bo'ldi, misol uchun tugallangan hozirgi zamonga nisbatan ishlatishim. Hozirgi zamonda tugallangan ish harakat. Xo'p. Asosan experiencelarga nisbatan ishlatamiz. Boshimizdan o'tkazgan tajribalarga nisbatan. Misol uchun qayerdadir bo'lganman, qayergadir borganman, o'sha kitobni o'qib bo'lganman, misol uchun do'stlarim bilan yaqindagina tog'ga tashrif buyurdik, misol uchun o'sha holatlarga nisbatan ishlatamiz. Xo'p, men misol uchun Parijga tashrif buyurdim.
Ya'ni boshimdan o'tkazgan experience-ga nisbatan ishlatyapman, tajribaga nisbatan. Haqiqatan ham men Parijga borib keldim yoki men yaqindagina Amerikada bo'ldim deb ishlatishim mumkin bo'ladi. Ya'ni natijasi ko'rinib turibdi. Ma'lum bir vaqt davomida biz o'sha joyda bo'lganmiz yoki qayergadir tashrif buyurganmiz. Ma'lum bir kitobni biz o'qib bo'lganmiz. O'sha holatlarga nisbatan ishlatamiz. Ya'ni present perfectni. Yoki dars jarayonini oladigan bo'lsak, misol uchun o'quvchilar qanaqadir exercise bajarib o'tiribdi, mashq bajarib o'tiribdi. O'shanda biz o'quvchilardan so'rashimiz mumkin. Ya'ni sen uyga vazifangni tugatdingmi yoki bajarib bo'ldingmi mashqni holatda ishlatadigan bo'lsak, ya'ni present perfect ishlatamiz. Ya'ni hozirgi zamonda tugaganligimi, tugatdingmi degan holatni so'rashimiz uchun. Ya'ni sen o'sha vazifani bajarib bo'ldingmi yoki nimadir qilib bo'ldingmi holatda ishlatamiz. Present perfectni. Tugallangan bo'lishi kerak, hozirgi zamonda ishlatilishi kerak. O'tib ketgan ish harakat emas, natija muhim. Vaqt muhim emas, natija muhim menga. Xo'p. Men aytganimdek, Londonga tashrif buyurdim, misol uchun. I have visited London. Yes, I have visited London. I visited London. Ya'ni men Londonga tashrif buyurdim. Londonga tashrif buyurdim. Boshimdan o'tkazgan tajribaga nisbatan ishlatyapman. Ma'lum bir vaqt davomida men Londonda bo'ldim. Natijasi ko'rinib turibdi. Haqiqatan ham men Londonga borganman. Ya'ni boshimdan o'tkazgan tajribani aytib o'tyapman. Yoki ikkinchi ishlatilishi bo'ladigan bo'lsa bizda yaqindagina sodir bo'lgan yangiliklarni aytganda ishlatamiz. Yangiliklarga nisbatan. Natijasini aytganimizda. Prosta tak men telefon sotib oldim. Kecha bo'ladigan bo'lsa, misol uchun yoki 2 kun oldin, nechinchidir yilda bo'ladigan bo'lsa, past simple ishlataman. Yoki shunchaki yangilik aytganim, misol uchun qo'shnimiz yangi mashina sotib oldi. Yoki mening yaqin do'stim yangi uy sotib olibdi. Yaqindagina sodir bo'lgan yangiliklarni aytganimizda o'shani ishlataman. Yoki oila a'zolarim Samarqandga kelibdi bo'lishi mumkin. O'sha holatlarga nisbatan, ya'ni yangilikni aytganimda yoki prezident yangi shartnomani imzolabdi. O'sha holatlarga nisbatan, ya'ni men present perfectdan foydalanaman. Misol uchun mening yaqin do'stim mashina sotib olibdi. O'sha holatni ko'radigan bo'lsak, natija muhim, hozirgi zamonda tugallangan ish harakatga nisbatan ishlatilyapti va yangilik aytyapman men. Qanaqadir yangilik aytyapman. Kimdir kelgani, nimadir sotib olganim yoki qanaqadir shartnoma imzolangani haqida aytmoqchi bo'lsam, men present perfectdan foydalanaman. Natija ko'rinib turgan bo'lish kerak har doim bizga. Misol uchun mening do'stim yangi mashina sotib olibdi. Xo'p, buni o'chiradigan bo'lsak, mening do'stim, my friends has bought a new car. Yes. Mening do'stim yangi mashina sotib olibdi. Yangilik aytayapman men, natijasi ko'rinib turibdi. Haqiqatan ham u mashina sotib olgan, natijasi bor, ko'rinib turgan ish harakatga nisbatan ishlatilyapti. Xo'p, boyaga aytadigan gapni oladigan bo'lsak, ya'ni o'quvchilar dars tayyorlab o'tiribdi, biz ulardan so'rayapmiz, ya'ni sen uyga vazifangni bajarib bo'ldingmi yoki mashqni tugatdingmi? O'sha holatlarga nisbatan, ya'ni yana biz present perfectdan foydalanamiz biz. So'roq shaklini oladigan bo'lsak, so'roq shakli har doimgidek, ya'ni yordamchi fe'l oldinga chiqadi. Have, has plus subject plus verb 3 or ed. So'roq shakliga nisbatan o'quvchilardan so'rayapmiz, ya'ni siz uyga vazifangizni tugatdingizmi, ya'ni bajarib bo'ldingizmi? O'sha holatlarga nisbatan ishlatsak, have you finished your homework? Yeah. Have you finished your homework? Ya'ni uyga vazifangizni bajarib bo'ldingizmi yoki tugatdingizmi? Men o'quvchilardan natijani so'rayapman. Natijani so'raganimda men perfect zamonni ishlataman. Natija so'ralyapti o'quvchilardan. Qachon tugatdingiz degan narsani so'ramadim.
Shunchaki natijasi, ya'ni tugatdingizmi, bajarib bo'ldingizmi, qilib bo'ldingizmi, o'sha holatlarga nisbatan ishlatyapman. Yoki men yaqindagina grammatikani tugatdim bo'lishi mumkin, yoki speaking kursini tugalladim bo'lishi mumkin, yoki writingimni shu darajagacha oshirdim bo'lishi mumkin. Tugallangan ish harakatga nisbatan ishlatyapman, natija ko'rinib turibdi. Haqiqatan ham writingi o'sha darajaga yetdi yoki speakingdan C1 levelga chiqdi, misol uchun. O'sha holatlarga nisbatan, ya'ni natijasi bormi? Men perfect zamonidan foydalanaman. Natija bo'lishi kerak bizga. Vaqt muhim emas, ko'rinib turgan bo'lishi kerak natijamiz. Haqiqatan ham biz o'sha grammatikani tugatdik yoki qanaqadir ma'lum bir kitobni o'qib bo'ldik yoki writing kursimizni tugalladik yoki speakingdan C1 levelga chiqdik. O'sha holatlarga nisbatan, ya'ni natijasi ko'rinib turgan ish harakatga nisbatan present perfectdan foydalanamiz biz. Xo'p, kal so'zlarga keladigan bo'lsak, ever, never, never, ever, yana bizda recently, yaqindagina, already, allaqachoni, yet va hokazolar bor bizda. Hamma biladi u present perfectni, faqatgina ikkalasini farqiga keladigan bo'lsak, endi ikkalasini farqi bizda present perfect va past simple bo'lyapti. Aytganimdek, past simple o'tib ketgan ish harakat, natija muhim bizga. Natija muhim. Faqat o'tgan zamonda bo'lishi kerak. O'tgan zamonda. Natija muhim, faqat o'tgan zamonda. Hozirgi zamonga umuman aloqasi yo'q. Hozirgi zamonda umuman aloqasi yo'q. Xo'p. Endi sizlarga bitta misolda ko'rib chiqamiz. Misolda. Xo'p. Misol uchun birinchi gapimiz I book ikkinchi misolimiz bo'lsa, book yet. Xo'p. Endi shu holatga keladigan bo'lsak, ya'ni asosiy kalit so'zimizga qaraymiz. Ya'ni bizda yesterday bor. Shundaymi? Va yet degan kalit so'zimiz bor. O'sha holatlarga biz, ya'ni kecha bo'ldi, kecha bo'lgan ish harakat, vaqti muhim deb aytganimizda, ya'ni past simple dan foydalanamiz. Past simple. Misol uchun variantlarda bor bizda A va B variantlarimiz bor, to'g'rimi? Birinchisi misol uchun haven't bought yoki didn't buy. Didn't buy. Xo'p. Ikkita optiondan tanlashimiz kerak, ya'ni match qilishimiz kerak. Ya'ni birga A mi, B mi? Misol uchun 2 ga A mi, B mi? O'sha holatlarga nisbatan. Ya'ni biz asosiy to'xtaladigan narsamiz kalit so'zlar bo'ladi. Yesterday va yet kalit so'zlar bo'lyapti. Aytib o'tib ketay, yet asosan inkor gapda ishlatiladi. O'sha sababli javoblarni ham biz inkor shaklida tuzdik. Misol uchun endi aytadigan bo'lsak, qarang, yesterday bo'lyapti bizda. Yesterday kalit so'zi past simple kalit so'zi bo'lyapti. Kecha qilingan ish harakatga nisbatan bo'lyapti. Kecha qilingan ish harakat. Xo'p, endi formulasini eslaymiz biz. Past simple da fe'lning ikkinchisi yoki did qo'llardik, inkor va so'roq shakllariga nisbatan va ko'rinib turganimizda natijasi B bo'lyapti. Ya'ni javobimiz B. Didn't buy bo'lyapti. Ya'ni men kecha kitob sotib olmadim. Kecha vaqtini aytganligim uchun men past simple dan foydalanyapman. Past simple. Kecha qilingan ish harakat natijasi ko'rinib turgan bo'lsa ham, ya'ni kecha bajarilgan ish harakat. Hozirga aloqasi yo'q. Ya'ni bugun yaqindagina misol uchun yangilik aytganim yo'q men yoki qanaqadir boshimdan o'tkazgan tajribani aytganim yo'q. Shu sababli men past simple dan foydalanyapman bu yerda. Xo'p, keyingisi yetni oladigan bo'lsak, yet hozirgina bo'lishi mumkin, ya'ni
yoki hali ham deb tarjima qilamiz. Still hozirgina bo'lib keladi, ya'ni yet bo'lsa, hali ham ma'nosida ishlatamiz. Hali ham asosan inkor gaplarda ishlatiladi, ya'ni negative formda ishlatiladi asosan. Bunda variant olamiz, ya'ni men hali ham kitob sotib olmadim. Hali ham kitob sotib olmadim. Ya'ni hozirgi zamonga tegishli bo'lgan ish harakat bo'lyapti. O'sha sababli men present perfectni olyapman men bu yerda. Past simpledan foydalanganim yo'q. Va ikkinchi sababi bizda yet present perfectning kaliti so'zi bo'lganligi uchun. Shu sababli biz present perfectdan foydalanyapmiz. Xo'p, asosiy farqini ko'rdik. Past simple o'tgan zamonda qilingan ish harakat, vaqt muhim. Present perfect bo'lsa, hozirgi zamonga tegishli va natijasi ko'rinib turgan ish harakatga nisbatan, asosan boshimizdan o'tkazgan tajribalarimizga nisbatan, experience'ga nisbatan yoki yangilik aytganimizda ishlatamiz. Boya ta'kidlab o'tganimdek, o'sha holatlarga nisbatan ishlatamiz. Xo'p, bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Agar yana qanaqadir qiynaladigan mavzularingiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishlaringiz mumkin.